Mana bu inkubator, ko'rib turganingizdek, inkubatorni yoqdik, ishga tushirdik, tuxumlarni qo'ydik ichiga. Hozir zakon ishlayapti. Mana temperaturasi 36.1. Уже o'chdi, hozir 0 tushyapti temperaturasi. Yana hozir yonadi. Bu taymeri. Aylanib turadigan taymeri. Tuxumlar qo'yilgan, hammasi zakoni, ichiga suv solingan, ishlayapti. To'kka suqilgan. Lekin degan joy bor. Svet o'chsa, nima bo'ladi? Svet o'chsa, tamom, bu ham o'chadi. Bu ham o'chadi. Agar 1 soat, 2 soatga o'chsa, tuxumlarni jo'jalarni ochib chiqish koeffitsiyenti kamayadi. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun bizga kerak bo'ladi. Mana shunday akkumulyator. Xuddi mana shunday akkumulyator kerak bo'ladi. Akkumulyatorni ham ulab olamiz. Hozir ishlayapti. Mana. Ovoz kelyapti inkubatorni. Hozir ishlayapti. Inkubatorni to'kdan tortamiz. O'chdi ovozi. Ana endi buni to'kka akkumulyatorga ulaymiz. Ishga tushdi yana. Xuddi shunaqa svet o'chsa, akkumulyator hisobidan yashab turadi 1 soat, 2 soat. Lekin svet kelmasa, akkumulyator ham uzoqqa bormaydi. Akkumulyator ham uzoq ushlab tura olmaydi. Chunki inkubator yaxshi to'kini tortadi, ichida spiral bor. Spiralning hisobiga ancha to'kini yeydi. Mana shuning uchun sizga bitta zaryadnik ham kerak bo'ladi. Zaryadnik svet keldiki, srazi zaryad qo'yishni boshlaydi. Zaryadga ketdi уже. Inkubator ishladi, zaryad ketdi. Mana endi zaryadnik, akkumulyator, inkubator обязательно kerak bo'ladi inkubatorga. Akkumulyator bilan zaryadnik. Bularsiz svet o'chsa, tamom. Jo'jani ochib chiqish koeffitsiyenti kamayadi. Shuning uchun bu o'zi qimmat turmaydi, 150 ming shunaqa turadi uzun marketda. Bitta zaryadnik bilan bitta akkumulyator. Akkumulyator bundan ham kattaroq bo'lsa yaxshi. Bu 60 amperlik. 60 amperlik, bundan ham iloji bo'lsa kattarog'i bo'lsa 70 talik, 100 talik bo'lsa undan ham yaxshi. Qancha kattaroq bo'lsa, shuncha uzoq ushlab turadi. Tuxumlarni ochib chiqishi, jo'jalarni ochib chiqish koeffitsiyenti yaxshi bo'ladi. Hammaga omad. Yana kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon qilasizlar yoki kommentariyada yozsangizlar, men savollarga javob beraman. Hammaning ishiga omad, sog' bo'lasizlar.